O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistondagi 15 ta tuman hokimi ishdan olinishi mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bandlik rejasini to'liq bajarmagan 15 ta tuman hokimi 3 oyda rejaga chiqmasa ishdan olinishi mumkin. Bu haqda 16-iyun kuni Shavkat Mirziyoyev raisligidagi videoselektor yig'ilishida ma'lum qildi. Yig'ilishda qayd etilishicha, birinchi yarim yillikda 2.600.000 aholini band qilish, 722.000 odamni kambag'allikdan chiqarish reja qilingan. Lekin mablag' va sharoit bo'lsa-da, bandlik rejasi 15 ta tumanda to'liq bajarilmagan. Ulardan Muborak, Bo'ston, Vobkent, Marhamat, Farg'ona, Zangiota, Do'stlik, Chortoq, Uychi, Xonobod, Yangibozor, Parkent, Arnasoy va Uchko'prik tumanlari. Ushbu tuman hokimlari 3 oyda rejaga chiqmasa, barchasi ishdan olinishi qayd etildi. Aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Uchquduq, Angren va Karmanada ishlar sustligi ko'rsatilib o'tildi. Yig'ilishda xalq qabulxonalarining barcha xodimlari ishdan bo'shatilib, masalani hal qila oladigan fidoyi kadrlar bilan to'ldirilishi ham aytildi. Davlat rahbari suyultirilgan gaz yetkazishdagi muammo bo'yicha rahbarlarga so'nggi ogohlantirish berdi. Bu masalada 2 haftada yechim topsin, bo'lmasa o'zi qilib joyini bo'shatib qo'ysin, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev hokim, vazirlar topshiriq kutmasdan o'zi tashabbus ko'rsatib, ishlashga o'tishi shartligini ham qayd etdi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.